Assalomu alaykum. Ixlosget YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Ko'rib turganlaringdek, bugungi videomiz aynan taxta so'rlar haqida bo'ladi. Qaranglar, shohona fasondagilarni yasab qo'yishibdi. Eng zo'r tarafi xohlasalang g'ildiraklargacha qo'yib berishar ekan. Dastavkasida umuman muammo yo'q ekan. Bularga o'xshab chiroyli qilib salafallab, hammasi yig'ishtirilar ekan. O'zbekiston bo'ylab mana bunga o'xshab taklangan holatda yetkazib berishadi. Narxlari 1 million so'mdan boshlanar ekan. Hozirgi kunda bu joyda eng qimmati 5 million so'mgacha qilib berishar ekan. Videomizda oxirigacha ko'rsalaring, biz sizlarga shularda haqida bir boshidan materiallari, narxlari haqida ma'lumot beramiz. Shuning uchun kanalimizga yangi bo'lsalang, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'ysalang, shunaqangi so'ra olmoqchi bo'lgan do'stlaringga videolarimiz tezroq yetib borishiga sababchi bo'lasizlar. Xudo xolasa mana bugun ayniqsa juda kunlar isib ketdi. Uylarni ichi ancha issiqlik qiladi. Bemalol so'rlarni olib, tashqarilarda o'tiradigan paytlar keldi. Biz usta akamiz, Izzotulla akamizdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumsiz? Xalq xizmatida charchamayapsizmi? Ha, rahmat aka, Xudoga shukr. Qo'llaring dard ko'rmasin. O'ta chiroyli qilibsizlar aka. Bo'ldi aka, Xudo xolasa. Men sezonga chiroyli so'rlarni yasab qo'ydim mana. Zo'r. Aka, men videoda 1 milliondan boshlanadi deb qo'ydim. 1 millionliklari ham bor. Bor aka, Xudo xolasa. Aka, arzondan boshlaymi, qimmatidan? Boshlayveramiz bir boshdan, Xudo xolasa. Bo'ldi, yashang. Mana mana so'rlarimizni razmeri 210 ga 270. Aha. 8 ta odam sig'adi. 100% sasna. Materiali sasna. Materiali o'sha Rossiyaning o'sha qarag'ay quruq sasnasidan bo'ladi. Al pol taxtasi tindaqli shipolli bo'ladi. Bir-biriga kiyishtirilgan. Ha, chok-pok mana bunga o'xshaganda. Ha, bir-biriga ali odam ustiga chiqqanda bitta polga yuk kelmaydi. Tushunarli. Razmeri ham hali ko'pchilik olayotgan, hali 8 ta 9 ta odam sig'averadi. Razmerini bitta qaytarib qo'yaylik. 210 ga 270. Aha. Bitta xon taxta qo'yilganda ham 80 dan yakandozga joy qolaveradi uchta tomonida. Aka, bularni razmeri shu narxda bo'lyapti. Agar razmeri zakazga kattalashtirib bersa, narx o'zgaradi. O'zgaradi. Bundan kattaroq razmerlar bo'lsa, pulga jicha qo'shilib qoladi. Tushunarli. O'zi eng kattasi necha razmergacha qilinadi? Eng kattasi hozirda bozorga yasayotganimiz 3 razmerda bo'ladi. Bular o'rtachasi deyiladi. Katta ham emas, kichik ham emas. O'rtacha 8 kishi 6 kishi sig'adimi? O'rtacha 8 ta odam bemalol o'tiraveradi. Tushunarli. Akalar, men o'zim ham bilasizlar, ustaman. Hamdaqa choklariga xudo xolasa chiroyli qilib qo'yishgan. Hamma narsasi joy-joyida qilishgan ekan. Bular ham sasna. 100% sasna. Men ustilarga chiqib ham ko'rsatib beraveraman. Xudo xolasa mana baquvvat yog'ochlar ishimizga javob beramiz. Tushunarli. Nechta lagasi bor aka? Tagida lagasi 3 ta, 4 taliklari bo'ladi. Endi holatiga qarab qo'yilaveradi lagasini, xudo xolasa baquvvat. Razmeri kattalashsa, demak lagalari ham ko'payadi. Mana narsalari bor aka. Hozir video davomida o'tda ko'rdim, o'shalardan ham bir ma'lumotim. Katta kishnalarga qarab narxi o'zgaradi. Narxi o'zgaraveradi. Yana bitta savol aka, xon taxta masalasi. Ko'pchilik xon taxtasi bilan ham so'raydi-ku. Xon taxtalarimiz ham bor. Xon taxtamiz 90 ga 130 razmerda, xuddi shu so'rimizni xon taxtasini so'rashadigan bo'lsa, 230 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Ular ranglari narxida o'zgarmaydi. Narxi bir xil, ha. Zo'r. Xohlagan rangni tanlashaveradi. Xohlagan rangini qilib beraveramiz. Zo'r. Mana akalar. Mana shu ham menga rangi rosa yoqdi, sababi och aka mana bu joylarni ozgina ochroq qilishdi. Juda chiroyli, ochiq rang bo'libdi. Nechiga aka bular ancha katta narsa bo'lar ekan. Ha, bular 10 turli taxtadan qilinadi, ikkisilo laklanadi, ikkisilo gruntobga sepiladi. Suvga ham xudo xolasa chidamli yog'och. Tushunarli. Yana bitta savol. Endi hozir men zamonaviy bo'lib ketdim, g'ildirakli so'rilarda ham biz o'zimizda ham temir so'rilar bor-da. Bularga ham aka menga yuradigan qilib beringsa, g'ildiraklargacha qo'yib berilaveradi. G'ildirak qo'yib berilaveradi. G'ildirak to'ti tomonida torimiz bo'ladi, 360 gradusga aylanadi. G'ildiragiga 200 ming so'm pul qo'shilib qoladi. Tushunarli. 200 ming so'm 200 ming so'm qo'shiladi, to'rttasiga 50 mingdan. Tushunarli. Mana akalar. Dastavka masalasi vodiy bo'yicha? Dastavkasi Andijon, Namangan, Farg'ona, butun vodiyga dastavkasi besplatniy. Tushunarli. Undan tashqari joylarga? Undan tashqari joylar kelishtirilgan holatda. Zo'r. Mana akalar. Bu akamiz o'zlari usta aka, o'zlari ishlab chiqarishadi aka, o'zlaringiz. O'zimiz qilamiz aka, xudo xolasa. Zo'r. Xalqni o'ylab, juda yaxshi inson ekan, ko'ngliga, qalbiga qo'lni solsalar, xudo xolasa yana tushib ham berishadi. Ayniqsa bizning kanaldan Bahrom akani oldim deb telefon qilsa,
yo'lini qilib berasiz. Yo'lini qilib beramiz, xudo xolasa. Qayerga qilib berasiz aka? Zo'r. Bular narxini ham aytib yuboraylikmi aka? Ayting-da. Buni hammasini razmeri bir xil. Xalqni o'ylagan holatda 2,5 million so'mdan qilib qo'ydik. Hammasi bir xilda o'sha. Keyin bizda eng qulay tomoni bor aka. To'lovni ham uyga borgandan keyin qilishadi. Ha, zakolat ham shart. Zakolat shart emas. O'ta zo'r ekan. Uyga borganda to'lovni qilishadi. So'rini bemalol ko'rib olib, keyin pulini berishaveradi. Zo'r ekan. Ha, hamma ham unaqa emas, lekin masalan biz ham bezzakilat ish qilmaymiz-da, to'g'risi sizlardiki zo'r ekan. Borib bemalol tekshirib ko'rib. Ha. Misol chet eldan musofir akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilishaveradi, olib o'tirib o'rnatib berilaveradi. Zo'r. Oldi ko'rinishi ham 14 mi 15 mi aka? Oldi ko'rinishi ham 14 lik taxtadan qilinadi. Zo'r. Taxtalarni ham qalinligi 4 lik, 5 lik qilib zakazga qilib berilaveradi. Mana akalar, taglarni ham ko'rsatmabsan deb qo'ysalar, mana lagerlari ham chiroyli holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaring hammasi 2,5 million so'mdan vodiy bo'yicha mutlaqo tekin holatda. Eng zo'r tarafi borib tekshirib ko'rib ham beraverasizlar. Ketdik aka, incha qimmatroqlarni ham ko'rsataylik. Xo'p bo'ladi. Hammaga har xil 1 million so'm deb qo'yganmiz. 1 million so'mligimiz qanaqa? Shuni ham bitta ma'lumotini beraylik aka. 1 million so'mligimiz mana shunaqangi divan holatda bo'ladi. Bu ko'proq yosh kattalar yotadi bunda. Bel og'rig'iga qattiq joyda yotganlarga yaxshi. Foydasi. Ha, foydasi bor. Buni oyoqlari yong'oqdan bo'ladi. 1 metrga 2 metrlik bo'ladi. Zo'r. Choyxona bob arzonrog'ini so'rashadi aka. Choyxona boblari bo'ladi. Ularda bundan razmeri katta bo'lsa ham bundan razmeri 1.30 lik bo'ladi, bag'i 2 metrlik bo'ladi. Narxi 1 million 300 ming chiqadi. Zo'r aka. Choyxonagacha yo'lida qilib berasizlar ekanda. Bunisi juda boshqacha chiqqan ekan. Bir qator ko'rib qo'yinglar. Choyxona dizaynida buni razmeri ham kattaroq shekillar buni. Bu eng katta razmerimiz bu. Bu 15 ta odam sig'adi. Razmeri 3x3. Ana bular ham katta ekan, yong'oq. Oyoqlari ham 100% yong'oqdan qilingan, 2 yil quritiladi bu yong'oqlarni. Quruq xudo xolasa. Quruq xudo xolasa, bemalol ishimiz xudo xolasa sifatli. Zo'r. Aka necha pul maxsus? Buni vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 5 million so'mga olib o'tirib beryapmiz. Zo'r. Xuddi shunaqa 15 kishilik. Endi mana bunaqangi variantimiz bor. 2,5 ga 3 metr. 12 kishilik varianti. Mana bunaqasi katta. Eng baquvvat fason hisoblanadi. Quyoshli fasoni har bittasi tindoq bo'lib kiradi, keleklanadi. Bu hali guli yo'q buni, hali skromniy varianti. High-tech variantga o'xshab ketadi. High-tech variantiga o'xshab ketadi. Lekin mana bular yosh katta ekan, bagat ko'rinadi. Necha pullik aka bu? Endi mana mashinamiz ham ko'pchilik olayotgan juda xadovoy razmer. Oyoqlarini ham qarang, mana 14 ga 14 brusdan qilganmiz. Bu hali ulanmagan, tayyor holati. Shohona fason ekan. Shohona fason. 2,5 ga 3 metr. Buni vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 4 million so'mga olib o'tirib beramiz. Zo'r. Dastavkasi bilan. Mana shu ham chiroyli chiqdi. Bitta kommentariyaga fikrlaringni yozaverasizlar. Qaysi biri chiroyli chiqqanligini yozib qo'ysalar, kimlargadir foydali bo'lib qoladi. Shunga kelganda bitta shuni ham xonda ham ma'lumotini beraver aka. Xuddi shunaqa 12 kishilik so'rlarimizga tushadi. Mana shu kontaktamiz 120 ga 160. Narxi 350 ming so'm qo'shilib qoladi puliga. Mana bunaqangi skameykasidan ham qo'shib olamiz deysa, skameykalarimiz ham 300 mingdan 500 minggacha. Bundan protsessorlari 300 ming, mashq holati 500 ming. Shuning dastavkasining ichida ketaveradimi? Bu ham ketaveradi. Zo'r. Mana shu tarafi zo'r ekan. Bunisi ham. Mana bunaqangi variantimiz bor. Atirgulli deyiladi fasonini. Razmeri to'shni o'lchanganda 240 ga 290 bo'ladi. 12 kishilik bo'ladi. Zo'r. Oyog'i yong'oq bo'ladi. Narxi necha pul bo'ladi? Narxini 4 million 300 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Yo'lida qilib berasiz. Yo'lida qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Bularimiz ham. Bu so'rimiz bor. Bu ham xuddi shunaqa 240 ga 290, 4,5 millionga vodiy bo'ylab o'sha dastavkasi ichida bu ham. Zo'r. Oyog'i yong'oqdan. Havoda g'ildirab qo'ysalar 200 ming so'm pul qo'shilib qoladi. 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Yuring. Xudo xolasa yana kelishtirib beramiz. Bunimiz ham bir xil. Eng kattasi 3 metrlik 5 millionlik deganimiz shu aka. Xuddi mana mashina razmeri 3 ga 3. Katta ro'zg'orlar uchun mashina ayni bob. Zo'r. Oyoqlari yong'oqdan. Mana voha tomondan ko'radiganlar, aka-ukalarimiz qanaqa keladi deganlarga xuddi shunga o'xshab borishyapti. Mana shunga o'xshagan bo'ladi. Mana bunaqangi tindaqlari bo'ladi mana. Bemalol yig'iladi. Yig'ilaveradi, xudo xolasa. Zo'r. Bexijolat. Mana
Ha. Chilaylanib, tindoq bo'lib kiradi. Bemalol o'zimiz video telefon qilib, hali olishsa, borilgandan keyin WhatsAppdan telefon qilishsa, hali qanaqa terishini o'zim tushuntirib ham beraveramiz. Ha, birpasda bo'ladi. Birpasda bo'ladi hali. Ko'p vaqt Ha, olmaydi. yarim soatda terib bersa bo'ladi. Zo'r. Juda chiroyli holatda chiqibdi mana shular ham. 5 million so'mga qancha yil xizmat qiladi? Masalan, men sizlarga maslahatim g'ildiragini iloji boricha qo'ydirib olinglar, puldan qochmay, yaxshi bo'ladi. Qo'yni qo'shnilarni chaqirib ko'targandan ko'ra bitta o'zlaring olib yuraverasizlar. Aka, bunisini ham narxi shunaqa? Bu ikkovi bir xilda qilib yasab berganmiz. Shunaqa. Mana bunaqangi gullarini telefon qilishsa har xillari bor, qo'yib berilaveradi, narxi o'zgarmaydi. Aha, shunaqa. Fasonini o'zgartiraveramiz. Bular ham 5 millionligimi aka? Bu ham 5 millionlik 3x3 razmeri. Eng kattasi. Zo'r. Xullas, akalar, manzilimiz bitta aytib qo'yaylik, aka. Manzilimiz shu Farg'ona Marg'ilonda. Aha. Katta asfaltli bo'yida. Nima degan joy bu? Yangi do'kon degan joy Qumtepa bozoridan 1 kilometr o'tganda. Akamiz nomerlaringga lokatsiyani tashlab berishadi, o'zlari kutib olib, bitta ish qilib turgan sexlarni ham ko'rsatib, ma'lumotni berib, chetdan jo'natib yuborasiz aka. Ha, jo'natib yuboramiz. Zo'r. Bo'ldi aka, hamma ma'lumotni berdik. Xudo xolasa hech narsa qolmadi. Bo'ldi. Zo'r. Akalar, sizlarga yana bir eslatib qo'yaman, zo'r tarafi zaklat paklar shart emas ekan. Bu aytib turganingiz faqat vodiy bo'yichami yo voha tomonlarga Yo'q. ham? Faqat vodiy bo'yicha borganda pulni berishaveradi, voha tomonlarga zakolat tashlab berishadi, oxirgi to'lovini borganda. Zo'r. Mana shuni bilib qo'ysak yaxshi-da aka. Yana bittasi qolib ketdi aka, bular narichida doim tayyor bo'ladimi yo zakazga ham bo'ladimi? Mabodo ular aytgan razmer bizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, 3-4 kun ichida chiqarib yuboramiz. Agarda ular telefon qilishsa, bizda tayyor razmerlar bo'ladigan bo'lsa, 1 kunda dastlabki qilib beramiz. Zo'r. Xullas, sizlarga zaklatini berib, zakaz beradigan bo'lsa, uzog'i necha kunda bitadi? Uzog'i bilan? Uzog'i bilan 3 kundan 1 haftagacha muddatda bitadi. Zo'r. Kelar, xullas, meni esimdan chiqqan savollarda akamiz o'zida barcha ijtimoiy tarmoqlaringiz bor. Bor. Telegram, WhatsApp. Bor. Hammasida bor ekan, o'zlariga aloqaga chiqib, kataloglari bo'ladi, tashlab berishsa, yoqqanlarni tanlab zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib xizmat qilib berishaveradi. Aka, rahmat sizga. Bo'ldi, sog' bo'ling. Obunachilar salomat bo'lasizlar. Bittadan like-ni ayamasizlar. Bundan keyingi videolarimizda nimalar haqida video qilishimizni kommentariyaga yozib qo'ysalaring, biz uchun ham foydali bo'ladi.